Hurmatli obunachilarimiz, egalardan kelib turgan 2020-yilda ishlab chiqarilgan sizlarga Spark mashinamizni obzor etib beramiz. Video davomida kuzatib turasizlar. Mashinamizning obzorini ko'rib chiqqan bo'lsangizlar, hurmatli obunachilarimiz, 2020-yilda ishlab chiqarilgan mexanik korobka 2-pozitsiya bo'ladi. Mashinamizni sizlarga chotki narxda Jim avtosavdodan obzor qilib turibmiz. Mashinamiz 97 ming kilometr turibdi. Probegini kraskasini bir qator ko'rsatsa, mashinamiz ustuna dugala qo'yilgan, farlar o'zgartirilgan, oldin obsovkalarda qilgan, mashinamizga metan gazlar qo'yilib tayyor holatda turibdi. Salonlarni ham ko'rgan bo'lsangizlar, hamma narsasi bor. Chexol, Leloni politlar qo'yilgan original Pioneer maytafonlar. Mashinamizning narxi eng qiziqli narxida bilasizlar-ku. Narxini sizlarga Jim avtosavdodan 75 million so'm ishtirok qilib beramiz, hurmatli obunachilarimiz. Nima deydi? Narxi uning qimmat emas, kelib turib bosib bersangizlar bo'ladi. Oldindan 7,5 million so'm berasizlar, 7,5 millionning ichida hamma xarajatlaringiz bitadi. Undan tashqari rasxod qilmaysizlar. Oylik to'lovi 3 million 400 ming so'mdan 4 yil muddatda. Yana bir narsani eshitdinglar, hozir 7,5 million bilan adlaringizga o'tib taqlab beraman. Keyin 10 kunning ichida faqat o'zlaringizning adlaringizga nomer dakaslar bo'ldi, boshqa rasxod yo'q. 7,5 million, keyin 10 kunning ichida nomer dakaslar. Mashina oylik to'lovi 3 million 400 dan 4 yil muddatda chiqib turibdi. Telefon nomerlar 90 135 22 32. Bu videoni Spark izlab yurgan chiqqanlar Jim avtosavdodan shuni 75 million so'mga Sparkimizni qo'ydik. Bilasizlar-ku, hozir narx-navolar tushib yotgani bilan, lekin Spark o'zining narxini yo'qotmay turibdi. Sparklarning narxi tushmadi. Hurmatli obunachilarimiz, mashinamizni o'zi tan narxi ham arzon turibdi, uning qimmat emas. Bemalol kelaverasizlar.